O'rta Osiyo muhabbatiga duchor bo'lgan yoshu qarining e'tiboridan tushmaydigan avtomobillardan bittasi Land Cruiser GR Sport. O'z qadrini AK-74 da ushlab turadigan, o'z qiymatiga ega bo'lgan bu avtomobilimiz bor yo'g'i 96 ming AQSh dollari CIP O'zbekiston bo'ladi. Bu aynan off-road, sayohat, ovchilik va turli xil ekstremal yo'llarga mo'ljallangan Land Cruiser 300 talikning maxsus komplektatsiyasi bo'ladi. Eng maksimal komplektatsiya bo'lganligi uchun monitor va unga naushniklar ham bo'ladi. Polkasini qarang, ajoyib, ha? Bir qarashda omborxonada joy yo'qqa o'xshaydi, lekin 3-qatorni taxlaganimizdan keyin 300 litrdan oshiq joy siz uchun muhayyo bo'ladi. Land Cruiser tarixida, oilasida hali bunaqa darajada ot kuchi ko'p bo'lmagan edi. Shu darajada ko'pki, Raptor 37 paketdan ham ot kuchi ko'p bo'ladi. Ya'ni 457 ot kuchi 3.5 twin turbo bo'ladi va obrazli 6 ta silindrga 790 Nm ham taqdim qilinadi. Avtomobilning ходовой части to'liq off-roadga moslangan bo'ladi. Oldi, orqa differensiallar va val blokirovka bo'ladi. Off-road vaqtida tor joydan burilib olish funksiyasi ham mavjud. Qisqa qilib aytganda, tashqi tomon off-road, ichkari tomon esa komfort bo'ladi. O'rindiqlarda isitish, sovutish, multi-rul, JBL akustika, head-up display va yana o'rindiqlar to'liq shaklda tabiiy charm bilan qoplangan bo'ladi.